O'zLiDeP tashabbusi bilan O'zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetida O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganining 34 yilligi hamda Vatan himoyachilari kuniga bag'ishlangan ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Tadbir davomida Prezidentimiz Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevning bayram tabrigi hamda Xavfsizlik kengashining mamlakatimiz harbiy xavfsizligi va mudofaasini mustahkamlashga qaratilgan kengaytirilgan yig'ilishdagi dasturiy ma'ruzasining mazmun mohiyati yoritildi. So'zga chiqqanlar harbiy ta'limni modernizatsiya qilish, harbiy xizmatchilarni zamonaviy kasblarga yo'naltirish hamda qo'shinlarni ilg'or texnologiyalar hamda zamonaviy qurol aslaha bilan jihozlash masalalariga alohida e'tibor qaratdilar. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar tashkil etilganligining 34 yilligi hamda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan O'zbekiston Liberal demokratik partiyasi ishtirokida Harbiy xavfsizlik va mudofaa universiteti kursantlari hamda muddatli harbiy xizmatchilari bilan bir qiziqarli suhbat tashkil etildi. Suhbat jarayonida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondonining tabrigi o'qib eshitildi. Shu bilan birgalikda Xavfsizlik kengashi yig'ilishida nutqlarini ham batafsil tushuntirib berildi. Shu bilan birga harbiy xizmatchilarning jangovar shayligini mustahkamlash barobarida ularning ma'naviy ma'rifiy salohiyatini yuksaltirish, xizmatchilar mehnatini munosib qadrlash, oila a'zolari hamda harbiy pensionerlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligi ta'kidlandi. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev Xavfsizlik kengashida gapirgan nutqlardan shular ma'lum bo'ldiki, bugungi kunda juda shiddat bilan rivojlanayotgan iqtisodiy o'sishlarda xavfsizlik kuchlari ham kuchaytirish kerak. Gapirgan nutqlardan ma'lum bo'ldiki, harbiy xizmatchilarga juda katta imtiyozlar beriladi va men o'ylaymanki, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi harbiy kuchlari umuman O'zbekiston xalqini, O'zbekiston suverenitetini juda katta kuch bilan va qalqon bo'lib himoya qilishga imkoniyati bor va buni hammasini kuchaytirishda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti sa'y harakatlari bilan juda katta ishlar qilinmoqda.